İman cevheri qalbga ushirilgan yolqin. İmanning javharini hozirgi zamonda elib yurish xuddi olqanda cho'g' tutgan bilan barobardir. Bu javharning bahosi ba'zida zillat, tovan ko'rilish, ba'zida qillat, ozliq va yigonalik, yana ba'zida illat, turli kasallik va qiyinchiliklar bilan o'lchinadi. Dunyo nuqtasidan qaraganda ahli iymon xo'rlangan, bo'zak qilingan va uvolchilikqa uchraganda ko'rinsimi, ammo haqiqatda ular Allohning nazarida eng izzatli kishilardir. Qur'on Karimdan dalil. Qur'on Karimda Alloh taolo mu'minlarning bo'zak qilinishi va uning oqibati haqida mundoq deydi. Gunohkorlar dunyoda mu'minlarni masxar qiladi. Bugun qiyomatda bo'lsa mu'minlar kofirlarni masxar qiladi. Bu oyat bizga shuni ko'rsatadiki, iymon ahlining dunyodagi tuvan ko'rilishi vaqtliq bir sinoqdir. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning izzat ichidagi xorliqi. Payg'ambarimiz eng isil nasabdan bo'lsa-mu, Yahudilar va mushriklar uni o'zicha yetim, kambag'al, xizmatchining avlodi deb tuvan ko'rishga uringan. Ammo ularning bu haqoratlari nurni o'chirolmadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mundoq degan: Islom g'erib yigani boshlangan. Kelgusida yana boshlanganidek g'erib holatda qaytadi. Nima degan baxtliga shu g'eriblar, shu yiganilar. Tashlangan nur va putmas muhabbat. Iymon shundoq bir javharki, u qalbni julalg'inida dunyoning barliq qorong'uliklari uni o'chirishga otlanadi. Makka mushriklari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni bo'zak qilganda, uni faqat bir yetim yoki ojiz deb o'ylagan edi. Ammo uning ichidagi iymon javhari butun koinotdan qimmatli edi. Tashlangan tan, yorlangan qalb. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Makkada turli jabr zulmlarga uchragandan keyin iymon nurini yetkazish uchun Toif shahriga bordi. Ammo Toif ahli u zotni gullar bilan emas, balki toshlar bilan kutib oldi. Nadonlar rat turib olib, Allohdan suyumlik elchisiga tosh otdi. Mo'jiza yaratishga, duo bilan yerni yervitishga qodir bo'lgan u zotning muborak putlaridan qon oqdi. Kiyimlari qizilga bo'yaldi. U zot shunchalik bo'zaq qilinib, bir bog'ning cho'risida yolg'iz qolganda ko'zlaridan yosh oqdi. Ammo bu yosh ochiqlanishdan emas, balki Allohga bo'lgan mas'uliyatining ig'irligidan edi. Iymonning javhari: ummatim. Dal shu paytda Alloh taolo tog'larga mas'ul farishtani avatdi. Ya Rasululloh, buyruq bersang, mushu ikki tog'ni birlashtirib, bu zolimlarni yonchib tashlayman, dedi. Agar biz bo'lsak, bizni bo'zaq qilgan, tosh otgan, to'van ko'rganlarning halok bo'lishini tilgan bo'lardik. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qalbidagi iymon javhari rahmat bo'lib chaqnadi. U zot yorlaridan qon eqib turibmi, mundoq dedi: "Yo'q, men ularning halok bo'lishini xohlamayman. Balki Allohdan shuni umid qilamanki, ularning pushtidan faqat bir Allohga ibodat qiladigan, uningga sherik keltirmaydigan mu'min avlodlar chiqqay. Mana bu siz aytgan iymonning bahosi. U zot xorliqqa, zillatga va azobga chidadi. Chunki uning nazarida iymon javhari dunyoning jazosidan a'lo edi. U o'ziga tosh otganlar uchunmi ummatim deb duo qildi. Iymon ahliga xitob: Ey iymon javharini kutib yurguchi qarindishim, siz bugun bo'zak qilinib tovan ko'ringaningizda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning Toifdagi qonliq putlarini aslang. U zot olamlarning sultoni turib, shu toshlarga sukut qilgan. Chunki u iymonning mevasini oxiratda ko'radiganligini bilatdi. Zillat Alloh uchun bo'lsa, u aslida izzatdir. Qillat, ozliq haqiqat bilan birga bo'lsa, u aslida ko'pdir. Illat, sinoq, sabr bilan ko'tarilsa, u aslida shifodir. Siz ko'tirib yurgan iymon shunchalik qimmatlikki, shayton va uning agashkuchilari sizga tosh etib bo'lsa-mu, shu javhardan voz kechirmoqchi bo'ladi. Siz payg'ambarimizga agishib, Rabbim ular bilmaydi, ularni hidoyat qil deb duo qilsangiz, siz iymonning haqqal yaqin, ya'ni haqning dal o'ziga erishish martabasiga yetgan bo'lasiz.
Makka fath qilinganda Kabening atrofidagi 360 but bir kunda yiqilgan. Ammo inson qalbidagi manlik, nafsi va dunyoga cho'qinish butlarini yiqitish uchun bir umr kurash qilishga to'g'ri keladi. Kishilar sirtdagi tosh yog'ochdan yasalgan butlarni yiqitishni qiyin deb o'ylaydi. Ammo eng cho'ng va eng qaysar butlar insonning ichiga, ya'ni qalbiga yoshiringan bo'ladi. Nafis xoish buti. Qur'on Karimda Alloh taolo mundaq deydi: "O'zining nafs xoishini iloh qilib olgan odamni ko'rdingmi?" Sura Furqon 43-oyat. Eng xatarlik but insonning "men nimani xohlasam shuni qilaman" deyishidir. Allohning buyrug'i turib, nafsning xohishiga agishish qalbga bir yoshirin butni o'rintish demakdir. Buni yiqitish uchun kishi o'z orzusidan voz kechishi kerak. Bu bo'lsa, bir xil ma'naviy o'limdir. Xaloyiqning roziligi, ya'ni bo'zak bo'lishdan qo'rqish. Kishilar meni to'van ko'rmasin, bo'zak qilmasin deb Allohning rizoligidan bakrak badanning roziligini o'ylash, qalbga xaloyiqni but qilib tiklaganlikdir. Ichimizdagi bu butni yiqitish uchun faqat Allohningla rizoligiga tayindigan haqiqiy izzatni tepishimiz kerak. Dunyo va mol-mulk buti. Ba'zida pul, mansab yoki mol-dunyo qalbning markaziga o'rinlashib oldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Dinar va dirhamga, ya'ni pulga banda bo'lganlar halok bo'ldi. Pulni yanchiq tutish halol, ammo uni qalbga kirgizib olish, uni bir butqa aylantirish demakdir." Hikmatlik qissa. İbrahim alayhissalom va ichki jihad. Hazrati İbrahim alayhissalom sirtdagi tosh putlarni palti bilan chiqib tashlagan edi. Ammo uning eng cho'ng siniqi, ichidagi eng suyumlik narsasi, ya'ni o'g'li İsmoil alayhissalom bilan bo'lgan muhabbat siniqi edi. Alloh taolo İbrahim alayhissalomdan o'g'lini qurbonlik qilishni talab qilganida, bu sinoq o'g'ilni o'ltirish uchun emas, balki qalbidagi Allohdan boshqa har qanday muhabbat butini yiqitish uchun edi. İbrahim alayhissalom pichoqni qo'liga olganida, u allaqachon qalbidagi farzand muhabbatini Allohning muhabbatidan ustun qo'yish xavfini yiqitgan edi. Shunga Alloh qurbonlikqa qo'chqar avatdi. İchimizdagi butlarni qandoq yiqitimiz? Birinchi, doimlik tavba. Qalbimizga yoshirinib olgan kibr, hasad va dunyoga omroqlik butlarini supurib tashlaydi. Ikkinchi, la ilaha illallohning haqiqati. Bu kalima bir paltiga o'xshaydi. Hech qanday ma'bud, ya'ni but yo'q, faqat Alloh bor degan so'zni qalbga pat-pat singdirish kerak. Uchinchi, o'limni aslash. O'lim barliq dunyolik butlarni bir silkinishda chiqarib tashlaydi. İchidagi butlarni yiqitgan kishi sirtdagi kishilarning bo'zak qilishidan, ya'ni zillatdan qo'rqmaydigan bo'ladi. Chunki uning qalbi butunlay bir bo'lgan, Allohga taslim bo'lgan bo'ladi. Iymon javhari dal mushu butlar chiqilgan qalbga nozil bo'ladi. Bugungi zamonning butlari qadimki davrdagidek tosh yoki yog'ochdan yasalgan emas, balki normallik deb atalgan zamonaviy ehtiyojlarga va ko'zga ko'rinmaydigan psixikalik bog'lanishlarga yoshiringan. Biz bularni but deb atamasaqmi, amaliyotda ularga Allohga berilgan vaqtni, muhabbatni va andishini beryapmiz. Hozirgi insonlarning qalbidagi eng cho'ng butlarni tövandagidek turga bo'lish mumkin. Birinchi, ko'rsatma, ya'ni rasmiyatchilik va sirt ko'rinish buti. Bu bugungi davrning eng cho'ng butlarining biri. İnsanlar o'zining kimligini, xo'shalligini va qimmatini boshqalarning, ya'ni layklarga, maqtashlarga va o'zini qandoq ko'rsatishga bog'lab qo'ydi. Allohning ko'rib turishidan bakarak bandalarning ko'rib turishiga, ijtimoiy taratqulardagi obraziga ahamiyat berish. Bu riyoning zamonaviylashgan bir turidir. Ikkinchi, qo'rqinch va kelgusi andishisi. Nurg'un kishilar rizqning Allohdan keladiganligiga tilda ishansimi, amaliyotda mol dunyoni, xizmatni yoki ma'lum shaxslarni rizq berish kapolati deb biladi. Kelgusidan qo'rqish, kambag'allikdan andisha qilish sababli iymondan, prinsiplardan voz kechish.
Bu yerda sabablar Allohning o'rnini egallagan birinchi darajalik butqa aylanadi. 3. Nafsi xohish va rohat buti. Bu bugungi iste'mol jamiyatining insonlarga taqagan butidir. O'zingni erkin qo'y, xohishing bo'yicha yasha, faqat birli qatim yashaysan degan she'rlar orqali insonning orzu havaslarini ilohlashtirish, harom halolga qaramay faqat lazzatni qo'g'lishish, ibodatlarni rohatim buziladi deb tark etish. 4. O'zim, ya'ni manlik buti. Bu insonning o'zini hamma narsaning markazi deb bilishdir. Men qildim, mening aqlim, mening kuchim deyish orqali Allohning ne'matlarini o'ziga nisbat berish, kibrlanish, boshqalarni to'van ko'rish. 5. Texnika va vaqt buti. Telefon, kompyuter va turli ko'ngil ichish qurollari bugungi kunda insonning butun zehnini va vaqtini egallab oldi. Namozga, zikrga va tafakkurga vaqt topolmaslik, ammo telefonga soatlagan vaqtini berish bu bir xil ma'naviy qulluqdir. Bu butlarni qanday yiqitamiz? Bu butlarni yiqitish uchun palto kerak emas, balki iymonni uyg'otish kerak. Bilish, oldi bilan qalbingizdagi so'yguning kimga tavash ekanligini tekshiring. Kimning ranjishidan bakrak qo'rqsiz? Kimning roziligi sizni bakrak xushal qiladi? Tavhidni yangilash. La ilaha illalloh deganda qalbingizdagi butun saxt qo'rqinchlarni va tayanchlarni Alloh bilan almashtiring. Oddiylik. Dunyoning aldab qo'yishidan qutulish uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning oddiy hayotini o'rnak qiling. Ahli iymonni to'van ko'rganlar aslida o'zlarining manlik va dunyo butlarining qulidir. Ular bo'zak qildim deb o'ylagan bilan sizning qalbingizdagi iymon javhari shuncha butlarning orasidagi eng sop va eng qimmatli yo'riqliqdir. Iymon qalbga o'rnatilgan putmas bir qudrat. Iymon faqat bir so'z yoki quruq bir ishonch emas. Iymonning badali izzatdir. Dunyo sizni zillat, ya'ni to'van ko'rish yoki qillat, ya'ni yolg'izlik bilan sinasa, bilingki bu iymon javharining asli qimmatini oshirish uchun berilgan sinoqdir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Taif toshlari ostida turibmi, o'zini bo'zak qilganlarga ummatim deb duo qilish orqali iymonning xorlanmaydigan bir izzat ekanligini butun jahonga ko'rsatgan. Ichki butlarni yiqitish haqiqiy fatih. Sirtqi zulmdan qo'rqishdan burun ichimizdagi nafs xohish, dunyoga cho'qinish va manlik butlarini yiqitishimiz kerak. Qalbimizdagi soxta ilohlarni palti bilan chiqib tashlagan mo'min uchun dunyodagi hech qanday kuch qo'rqinch bo'lolmaydi. Chunki uning qalbida faqat birli sulton Alloh bordir. Xushu bilan yashash, namozdagi xushu qalbni dunyodan uzib Allohga bog'lashning mashqidir. Kishi namozda Allohning oldida turishni o'rganganda dunyoning oldida tiz bukmaydigan bo'ladi. Mana bu iymonni o'stirishning, uni yoshnatishning eng qisqa yo'lidir. Ey olamlarning Rabbi bo'lgan Allohim, bizga ato qilgan iymon javhirini qalbimizda mahkam qilgin. Qalbimizdagi soxta butlarni, nafs xohishini, kibr va dunyo amroqligini o'zingning nuri bilan yiqitib tashlagin. Ey qalblarni o'zgartib turg'uchi Alloh, qalbimizni sening diningda va sening itoatingda muqim qilgin. Bizni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga o'xshash, xorlanganda sabr qiladigan, yolg'iz qolganda seni topadigan, zulmga uchraganda shafqat qiladigan go'zal axloq bilan bezigin. Namozimizga xushud, tilimizga zikr, qalbimizga nur ato qilgin. İmanımız her iki dünyada yüzümüzni yoruq qilsin, mertebemizni üstün qilsin. Amin.